Nimaga juda ko'p ayollar e'tibor mehriga tashna bo'lishadi va bu narsani cherishchur darajada turmush o'rtoqlaridan so'rab olishadi. Bunaqa toifadagi ayollar adasini eng erkatoq qizlari bo'lishadi va bu narsani noto'g'ri tushungan erkaklar, masalan, har kuni e'tibor qilishim kerakmi? Masalan, har kuni bekorchimanmi, sevaman deb har kuni aytaverishim kerakmi deb qo'pol muomala qilishadi. Lekin bunaqa ayollar adasini tizzasida katta bo'lgan, eng e'tibor talabda bo'lgan, e'tibor markazida bo'lgan qizlar bo'lishadi va o'ylashadiki, meni erkagim shunaqa bo'ladi, meni turmush o'rtog'im shunaqa inson bo'lar ekanda, shunaqa erkaklar shunaqa mehribon bo'lar ekanda deb yaxshi niyat bilan oila qurishadi. Bunaqa ayollarni ko'p ham xafa qilmasdan sizni portretingizda otasini ko'rayotgani uchun, sizni portretingizda otasini niyat qilayotgani uchun iloji boricha afsuslantirib qo'ymang.